98% odamlar pulini har doim yo'qotishadi. Именно bu birjada desa ham bo'ladi. Odatda haqiqiy yetkazib berish yo'q. Bu ham kredit yelkasi bilan targovlar qilinadi, leveragelar bilan. Va narx tushganligida ham siz foyda qilishingiz mumkin, chunki u yerda sell сделкасini ochib, targovlar qilishingiz mumkin. Faraz qilamiz, men pullarimni palonchiga o'tkazmoqchiman kriptovalyuta orqali. Bu odam 2% sandan tranzaksiya olib qolaman deydi. Necha yil oldin Bitcoin $100 sotib olsang bo'lardi va hozir sen millioner bo'lishing mumkin edi. Shu aksiyaga kiritib borgan. $53,000 pul kiritgan. Endi tasavvur qiling. Assalomu alaykum do'stlar. Men sizlarni bu videoda ko'rib turgandan xursandman va xudo xolasa biz investorlar va treyderlarning orig'i va turlari haqida bugun gaplashib o'tamiz. Xo'p do'stlar, bu videoda o'zi nimani o'rganaman va bu videoni nima oxirigacha ko'rishim kerak degan savolingiz bo'lishi mumkin. Sababi men bu videoga juda ham ko'p vaqtimni sarfladim, tayyorgarchilik bo'ldi va sizlar uchun juda ham muhim ma'lumotlarni kiritganman. Shu sababdan bu videoni oxirigacha ko'ring va bitta like bosib qo'ying. Xo'p, endi boshlaymiz. Muammolar bo'yicha gaplashamiz. Yangi kirgan investorlar bo'lishi mumkin, treyderlar bo'lishi mumkin va hokazo ekspert treyderlar bo'lishi mumkin. Hammaga bu video to'g'ri keladi. Birinchi muammo bu foydaga chiqa olmayotgan treyderlar. Pullarini har doim slif qilib qo'yishi mumkin yoki pullarini yo'qotib qo'yishi mumkin. Sabablari tizim yo'q va albatta ko'pchilik o'zbek treyderlar savdo strategiyasi yo'q. Qanaqadir odamlarga ishonib signal kanallariga kirishib targovlar qilib ko'rishadi va сделкалар o'xshamaydi. Qanaqadir taxminlar bilan yashab yurishadi va shu taxminlar bilan savdo qilib yurishadi. Va ikkinchi turi analiziga ishonmaydi va shu sababdan analizi har doim o'xshamaydi. Keyingisi juda katta pul miqdorida kiritishga qo'rqishadi. Sababi o'zining analiziga ishonmagan, o'zlari zarar turgan bo'lishi mumkin yoki imенно internetlarda hamma men foydadaman, nimasan zarar yurgan deb savol narsa bo'lishi mumkin. Tartibli savdo yo'q, bilsanglar, ko'p imенно investorlar bo'lishi mumkin, treyderlar bo'lishi mumkin. Tartibli savdo qilishmaydi, risk сделкалар qilib, risk analizi qilib сделкаga kirib ketishadi. Bu juda katta xato. Har doim kirmoqchi bo'lgan imенно сделкangizga o'zingiz uchun bloknot yoki notes to'g'irlab qo'yishingiz kerak va shu narsaga tayyorgarlik qilib kelishingiz kerak. Va yana oxirisi bu yangi kirgan investorlar bozor nimaga menga qarshi ketyapti va qanaqa to'g'irlasam bo'ladi degan savollar bo'lishi mumkin. Bu narsada yechimlarni aytib ketaman sizlarga. Yechim nimadan iborat? Shu holatga tushmaslik uchun men sizlarga qaysi aktivga to'g'ri kiritish mumkin, qaysi aktivda trade qilish mumkin, qaysi aktivda investitsiya qilish mumkin va qaysinisi halol va foyda olib kelishi mumkin imенно siz uchun. Xo'p, aktivlar turi forex bo'yicha gaplashamiz, tilla bo'yicha gaplashamiz, kriptovalyuta va aksiya bo'yicha gaplashamiz. O'zi qaysi aktivlarga investitsiya qilib passiv daromad yaratish mumkin? Katta risklarsiz, halol, biznes va ishingizdan voz kechmasdan turib daromad qilish yo'li. Xo'p, bu videoni oxirigacha ko'rsangiz, men sizga bitta bonus beraman. Bu bonusimiz psixologiya, imенно matematika tuzilmasi, qanaqa psixologiya orqali to'g'ri, tartibli savdo qilish tizim. Ana endi boshladik do'stlar. O'z so'rashingiz mumkin, siz kimsiz? Men otim Ismoilov Hojiakbar, 7 yillik tajribali investor va biznesmenman. $3 million portfel примерно klientlarimga esa berganman va ikkita passiv daromad olib keltiradigan biznes yaratib qo'yganman va hozirgi kunda 25 yoshimda pensiyaga chiqqanman. Xo'p do'stlar, ana endi biz forex haqida gaplashib ketamiz. Bilsangiz, O'zbekistonda juda ko'p imенно treyderlar faqat tilla bilan ishlashadi, lekin Amerikada ko'pchilik Nasdaq bilan ishlashadi va sabablarini tushuntirib ketaman. Tilla haqida gaplashsak, bu How-Use'da tikerida targovlar qilinadi. Siz derivativni sotib olasiz. Bu haqiqiy tilla emas, bu spot emas. Siz bu metal sotib olganingizdan keyin siz narxini tepaga chiqishiga, tushishiga stavka qilasiz va juda muhim eslatma, siz broker orqali leverage, kredit yelkalar bilan targovlar qilasiz. Va narx yursa siz foyda topasiz yoki zararda bo'lishingiz mumkin. Nasdaq bo'yicha gaplashsak, ularning farqlari bor. ETF ham bor Nasdaq va CFDC ham bor, tillaga o'xshagan tarkibda. Bu ham rostakasimasi bo'lib, siz stavka qila oladigan tarkibi. ETF bu birjavoy fond bo'ladi. Siz bir dona aksiya sotib olsangiz, ichida ko'p aktivlar bo'ladi. Faraz qilamiz, aksiyalar yoki metallar. Bu o'zi bor narsani sotib olgandek bo'lasiz. Osonroq gapirganda bu ETF tayyor savatcha. Tayyor aksiyalar savatchasi. Bu endi kirib kelayotgan odamlarga juda ham zo'r o'ynab berishi mumkin rol. Oddiy aksiya kabi birjada sotiladi. Ko'pchilik Amerikada treyderlar faqat CFD bilan targovlar qilishadi va sessiyalarga qarab, New York sessiyasiga, London sessiyalari bo'lishi mumkin va hokazo. Va kirib kelgan 98% odamlar pulini har doim yo'qotishadi. Imенно bu birjada desa ham bo'ladi, forexda. Sababi volatil, juda ham kuchli va yana eng muhim narsa, siz kredit plechlar bilan targovlar qilasiz. Faraz qilamiz, menda $100 bo'lsa, u $100 $100,000 qilib beradi, kredit beradi va o'shandan siz riboga aralashib qolishingiz ham mumkin. Va undan keyin bu qachon stabil daromad olib keltiradigan nimani soha emas, imенно forexda ishlash. Keyingisi bu kriptovalyutalar haqida gaplashib ketamiz. Juda ham qiziq imенно kriptovalyuta. Ko'pchilik odam kriptovalyuta sotib olishdan oldin Bitcoin man payt $100 turgan, sen o'sha payt sotib olganligingda hozir $80,000 ga aylanardi va sizga ko'p miflarni gaplashib ketamiz kriptovalyuta olamida va ko'p pul yo'qotilganligi haqida gapirib ketaman. Ko'pchilik aytmaydi bu narsani, sababi faqat sen pul topgan bo'lishing mumkin, chiroyli sifralarni ko'rsatishadi. Men sizga hammasini bitalab ko'rsatib ketaman. Birinchi bo'lib biz endi futures haqida gaplashib ketamiz. Futures o'zi nima? Siz kriptovalyuta
futures akkauntda ham targovlik qilsangiz bo'ladi yoki spot akkauntda. Spot akkaunt nimaligini, futures akkaunt nimaligini hozir tushuntiraman. Futures akkaunt bu aktivni kelajakda hozirdan kelishilgan narxda sotib olishingiz yoki sotishingiz tartibi bo'ladi va siz aktivni hozir olmaysiz, siz bu narx bo'yicha kelishuv qilasiz va bu shu narxdan foyda yoki zararni ko'rasiz. Shunaqa tarkibda targov bo'lib bo'ladi. Odatda haqiqiy yetkazib berish yo'q. Bu ham kredit yelkasi bilan targovlar qilinadi, leveragelar bilan va narx tushganligida ham siz foyda qilishingiz mumkin, chunki u yerda sell zelkasini ochib, targovlar qilishingiz mumkin. P2P va skamlar haqida gaplashib o'tib ketamiz. P2P o'zi nima? Juda ham ommaga chiqib ketdi P2P'imizni va o'zi nimaligini tushuntirib o'tib ketmoqchi masalaga. Bu P2P peer to peer degan narsasi bor. Bu odamdan odamga to'g'ridan-to'g'ri savdo. Bu yerda bank yoki broker o'rtada bo'lmaysiz, birjani o'rniga odamdan odam savdo qilib targovlar qilishingiz mumkin bo'ladi. Ikki tomon o'zi kelishib pul aktivlarini almashtirishadi. Faraz man pullarimni palonchiga o'tkazmoqchiman kriptovalyuta orqali. Bu odam 2% sandan tranzaksiya olib qolaman deydi. Bankda ham shunaqa bo'ladi. Lekin degan joyi bor. Lekinida nima qo'shib o'tib ketamiz? Bu pullar halolmi? Bir. Ikkinchisi, seri pullar bor, chorniy pullar bor va belli pullar bor. Seri pullarni nimaga kiritishimiz mumkin? Bu pullar kazinodan yutib olingan pullar bo'lishi mumkin. Qanaqadir hedge fondni uxlatishgan pullari bo'lishi mumkin yoki o'lgan odamning pullari bo'lishi mumkin va hokazo. Juda ko'p skamlar bor, imni kriptovalyuta olamida. Bilsangiz, даже kriptovalyuta orqali siz любой оружияni darknetda sotib olishingiz mumkin va bu narsa juda ham xavfli va kriptovalyutada ko'p odam tranzaksiyani tekshira olmaydi, bankka o'xshab. Bankda bilsangiz tranzaksiyalarni tekshirsangiz bo'ladi, lekin kriptovalyutada tranzaksiyalarni tekshirib bo'lmaydi. Xo'p, endi bu yerda xavflari juda ko'p bo'ladi. Imini P2P da ko'pchilik odamni qamab qo'yishi mumkin, chunki ko'p statyalar bor O'zbekistonda ham va ko'p chet el davlatlarida ham bu narsaga ruxsat berishmaydi. P2P ni osonroq gapirganda bu to'g'ridan-to'g'ri savdo desa ham bo'ladi. Keyingisi bu birjada pul yo'qolishi va spot haqida gaplashib ketamiz. Bilsangiz, bu spot aktivi hozirgi paytida sotib olasiz, darhol sotib olish va darhol sotib olish bo'ladi. Bu yerda siz realni ushlab tura olasiz. Imini bu aktiv. Undan keyin zo'r misollarni gaplashib o'tib ketamiz sizlar bilan. Bilsangiz, nechadir yil oldin Bitcoin $100 ga sotib olsang bo'lardi va hozir sen millioner bo'lishing mumkin edi. Lekin o'sha payt kriptovalyutani sotib olgan odamlar 95% pulini yo'qotgan o'sha yerda va 5% topgan. So'rashingiz mumkin, qanaqa qilib Bitcoin o'sib bordi-ku? Ethereum o'sib bordi-ku yoki boshqa imini kriptovalyuta Litecoinlar o'sib bordi. Ko'p odam foyda topdi deyishingiz mumkin. Yo'q do'stlar, kimdir yo'qotganligidan kimdir topishi mumkin. Eng oson tarkibda sizlarga tushuntirib bersam, o'sha payt juda ham aytganligimdek skamlar ko'p, imini moshennichество ko'p bo'lgan kriptovalyuta olamida. U paytlar brokerlar juda ham tezlik bilan yopilgan. Imini kriptovalyuta olamida men brokerlar bunchalik ishonmayman. Paytlari bo'lgan Binance brokeri pullarni muzlatib qo'ygan ko'p imini investorlarnikini. Shu sababdan men bunchalik katta imini ishonchim yo'q imini kriptovalyuta olamida brokerlarga. Va endi kriptovalyuta o'sib borayotgan paytda ko'p brokerlar yopilib ketgan va ko'p odamlarning aktivlari, kriptovalyutalari qolib ketgan o'sha yerda. Va shu sababdan 5% odam primerni pulini yechib olgan bo'lishi mumkin imini kriptovalyuta olamida. Sababi skamerlar ko'p, yana aytolmas. Siz brokeringizdan, например, verifikatsiyadan o'tib bo'lganligingizdan keyin kimdir telefon qilib, moshenniklar pul o'tkazib ber yoki P2P da o'tkazayotganligingizda kimdirga noto'g'ri shotlarga o'tkazib yuborishingiz mumkin va hokazo. U yerda o'sha pullaringizni qaytarib olish mumkin emas. Bu juda ko'p problemalar bor imini bu sferada. Shu sababdan men bunchalik aralashmayman, skam ko'p bo'lganligi uchun. Xo'p, sizlarga zo'r misollar keltirib beraman. Likvidatsiya bo'lgan payti bo'lgan imini kriptovalyutada dekabr paytida 2025-yilda va o'sha paytda juda ko'pchilik odam o'zini osib o'ldirib yuborgan. Hayron qolishingiz mumkin. Qanaqa qilib pullarni yo'qotishgan deyishingiz mumkin. Ular leveragelar bilan targovlar qilishgan va o'sha paytda Kostya Kudu degan juda ham известный imini trader bor edi. Brumerga ham yetadigan puli bor edi. Imini Ukrainada Yo Ferrarisi bor edi. Ko'p mashinada avtoparklari bo'lgan edi, lekin ko'ryapsizlar, hayot taqozosi bilan bu odam olamdan ketdi. Xo'p do'stlar, ana endi biz aksiya haqida gaplashib o'tib ketamiz. Bilsanglar, aksiya bu nima? Bu kompaniyani qimmatbaho qog'ozini sotib olasiz va o'shandan siz sherik bo'lib foyda qilasiz. Kompaniyaning kapitalizatsiyasi o'sib borsa, sizni ham foydangiz o'sib boradi. Bu yerda siz как бы realniy aktivga kiritayotgan bo'lasiz. Aksiyalarda o'zi ikki xil iminli akkaunt bor. Birinchisi bu cash account. Cash account bu o'zingiz pulingiz bilan savdo qilasiz. Hech qanaqa qarzsiz. O'zingiz xohlagan miqdorda o'zingiz pulingizni sotib olasiz aksiyani va o'sha yerda sotib olasiz. Bizda marjinalniy account ham bor. Bu brokerdan qarz olasiz, kredit yelkasi bilan savdo qilishingiz ham mumkin. Riski juda katta bo'ladi va bu iminni halollik nisbatidan to'g'ri kelmaydi. Ana endi do'stlar, sizlarga yaxshilab tushuntirib o'tib ketsam, o'zi aksiyada qanaqa targovlik qilish mumkin va qanaqa iminni levellar bor. Investorlarning turlari ham bor. Bilsangiz, O'zbekistonni bizda oddiy gapirganimizda MCJ bor, mas'uliyat cheklangan jamiyat. Bilsangiz, oddiy odam sotib ololmaydi bularning iminni aksiyasini.
Bu yerda porog vxodi 80 mingdan 100 ming, 200 ming va hokazo ketaveradi, juda ham yuqori. Bu zonada bizning kompaniyamiz ham narxi hali beri yopiq. Bu kompaniya hech qanaqa odamlarga sotilmaydi, imini birjaga chiqmagan bo'ladi. Va IPO degan narsadan o'tadi. IPO bu initial public offer. Bu kompaniya yopiqligidan ochiqligiga imini birjaga chiqish leveli. Falaslamizda Akfa kompaniyasini hisoblasak, 200 million dollarga baholanyapti va bu kompaniyani sotib olishingiz uchun primerni 10% bo'lsa va bu kompaniyani sotib olaman desangiz, siz tanish bilishlar orqali va seriyozroq levelda bo'lishingiz kerak investorlar turi. Bu yerda hozir primerni aytganligimda 20 million kerak bo'ladi. Juda katta summa. Bunaqa investorlarni ko'p odamlar ko'rishgan va imini ommada ham hamma investorlarni shunaqa tarkibda katta pul miqdorida sotib olishadi deb o'ylashadi. Lekin masalaga zo'r orqa taraflarini ham ko'rsataman. Oddiy kichkina summalar bilan ham siz investor bo'lishingiz mumkin. 100 dollar yoki 200 dollar yoki 50 dollar bilan ham. Qanaqa deyishingiz mumkin? Hozir yaxshigina tushuntirib ketaman sizga. Bu kompaniya birjaga chiqqandan keyin faraslarimiz 5% ni atashadi. Va bu 5% 21 millionta aksiyaga bo'linib ketadi. Bu yerda 100 dollardan sotishi mumkin. Va siz kapitaliga egaligiga kirasiz. Bu deganligi narxi kompaniyani o'sib borsa, sizning aksiyalaringiz o'sib boradi. Va ikkita turi bor bilsangiz, ikkinchi turi bu kompaniyani foizdan sherik bo'lish. Bu yerda boshqaroq tushuntirib ketaman qanaqa bo'lishini. Endi kompaniyamiz IPO dan o'tgandan keyin eng qiziq savol bo'lishi mumkin. Juda ko'pchilikda men aksiyani sotib olsam, kompaniya narxi tushib ketmaydimi yoki yo'q ketmaydimi degan savollar bo'lishi mumkin. Bilsanglar, любой kompaniyada черный, белый, серый buxgalteriyalar bor va bu narsalarni IPO davomida polniy sek tekshirib chiqadi. Imini ko'p filtratsiyadan o'tib boradi. Faraslarimiz polniy buxgalteriya auditlari bo'ladi kompaniyani. Bittalab litsenziya oladi. Hamma etaplardan o'tib bo'lgandan keyin kompaniyani aksiyalari birjaga chiqadi. O'sha payt sababi bu risklarni chegaralash uchun ko'pchilik kompaniyalar aldab chiqa olishi mumkin. Shu narsa bo'lmasligi uchun polniy proverkadan o'tadi. Xo'p, birjaga o'tib bo'lgandan keyin biz oddiy xalq sotib ola olamiz. Bu aksiyalarni sotib olganligimizdan keyin foydasini ko'ra olamiz. Xo'p, do'stlar, ana endi juda ham muhim informatsiya. Bu videoni ko'rayotganligingiz sizni omadingizga kelgan bo'lishi ham mumkin. Sababi imini bu instrument haqida hech qayerda videoni ham topa olmasligingiz mumkin va hech kim bu narsani o'rgatmaydi ham sizga. Bu options degan instrumentimiz imini aksiyalarning ichida. Bu instrument ko'pchilik tomonidan imini nojoiz deb aytishadi. Nojoiz tomonlari ham bor va juda ko'p aksiyalarda yashirin joylarni ko'rishingiz mumkin, qaysi paytda kirish va qaysi paytda chiqish. Va bu instrument siz uchun har doim qo'l kelishi mumkin. Ana endi o'zi options nimaligini tushuntirib o'tib ketsam sizga. Oddiy misolda sizlar bilan gaplashamiz. Faraslarimiz bu uy va bu uyning narxi 100 ming dollar. Siz kelyapsiz va bu uyni men sotmoqchiman deysiz. Xo'p deydi bu odam, men faqat senga predopata beraman deysiz va bir oydan keyin kelib qolgan summasini to'lab beraman deysiz. Bu odam ko'nadi. Ko'ngandan keyin faraslarimiz siz 5 ming dollar predopata beryapsiz bu uyga. Baylashdinglar. Baylashganinglardan keyin buni haqqi bo'lmaydi boshqa odamlarga sotishga. Уже bo'ldi, ishondi, sizlardan pul oldi. Olgandan keyin faraslamizning uyi narxi 120 ming dollarga chiqdi va u odam boshida kirgan predopatasi 5 ming va 100 ming dollar. Va bu uyni sotishi o'zi bilan 20 ming dollar foyda qilyapti. Bu birinchi holati. Ikkinchi holati bu predopatasini sotib olish mumkin boshqa odamga. Tushunasiz, har xil tarkibda biz sotuv qilishimiz mumkin. Ana endi so'rashingiz mumkin. Bu oddiy uyda gapiryapman. Если bu imini aksiya bozorida bo'lsa, bizda likvidnost degan narsa bor. Bu pul aylanmasi. Bilsanglar, juda ham katta likvid imini aksiya bozorida. Aksiya bozorida faraslarimiz juda oddiy misolda bu Tesla kompaniyasining 200 million dollar pul aylanmasi bor. Bu deganlik kompaniya sotib olishingizdan oldin faraslarimiz 5 millionga sotib oldingiz dollarga va qanaqadir miqdor narx o'sib bordi. Bilsanglar, nima narx o'sib tushadi deyishinglar mumkin. Lo'larda katta investorlar pul kiritishadi va tepaga chiqqan narxda narx tushib ketadi pastiga. Sababi mana 5 million 7 millionga aylandi va sotib olishdi. Qanaqadir bo'shliq qolib ketishi mumkin. Tushunasizlar? Shu joylari ham bo'lishi mumkin va so'rashingiz mumkin, "Men sotib oldim, sotib olamanmi?" degan savol. Aksiya bozorida juda katta likvidnost, оборот pullar. 200 million dollar atrofida sotib oluvchilar va sotib oluvchilar ham bor. Xo'p, ana endi tushunganligingiz bo'yicha sotish juda ham oson, predopatni sotmasdan turib. Endi so'rashingiz mumkin, ana endi boshqa holat bo'lsa-chi? Tornado o'tib ketdi meni bu uy orasidan va bu uy narxi juda ham tushib ketdi. Siz nimaga qo'yishingiz mumkin? Siz qilgan predopatazga qo'yishingiz mumkin.
Bo'ldi, qolgan narsalarga quymaysiz. Именно uy puliga uy sotolmayman degan narsalar bo'lmaydi. Siz faqat boshingizda predopataga quyishingiz mumkin yoki miqdorga quyishingiz mumkin bo'ladi. Ana endi oddiy aksiyalar bilan farqini tushuntirib o'tib ketaman. Именно options marketda. Tak, faraz qilamiz, PayPal kompaniyamizning aksiyasi. Kompaniyaning aksiyasi $100 da turibdi. Narxi $150 ga o'sib boryapti. Raznica shu o'rtada 3 oy. Endi oddiy misolda gaplashib o'tib ketsak, siz optionsda qanaqa targovlik qilsangiz bo'lar edi. Premiyani gaplashsak, premiya bu siz berayotgan pulingiz boshida bu depozit desa ham bo'ladi. Premiyani o'zida sizga huquq beradi. Bu dogovor orqali siz mana shu kelajakda mana shu uy sotib olishingiz, 1 oyga, 5 oyga gaplashishingiz mumkin. Premiyaning narxi ham o'sib boraveradi. Qisqaroq muddatda gaplashishingiz mumkin va hokazo. Va premiyada kamida siz 100 ta dona aktiv sotib olishingiz kerak bo'ladi. Bu deganligi 100 barobar ko'proq imенно aktiv. U o'zini joylari ham bor. Faraz qilamiz, bu kompaniyani PayPal narxi $100 turibdi. Premiyasi, например, $5 dan yoki sentdan berishingiz kerak, 0.20 dan berishingiz kerak. Faraz qilamiz. Buni 100x ni sotib olasiz. Osonroq tushuntirgan bo'lsam, bu deganligi tipi 100 ta aksiya sotib olganda, tipi 100 ta aksiyaga garovga qo'ygandek bo'lasiz pullaringizni. Strike bo'yicha gaplashib o'tib ketsak. Strike o'zi nima? Strike deganligi siz kirayotgan narx payti bo'ladi. Faraz qilamiz, shu paytda sizlar dogovor qilishingiz mumkin bo'ladi yoki undan oldin dogovor qilgansiz, undan keyin va hokazo. Strike'da kirilayotgan narxi. Ana endi eng qiziq joyiga keldik. Expiration date degan narsamiz bor. Biz premiyani qanaqadir vaqtga olamiz. Expiration date deyman. Aytganligim bo'yicha, именно qanchalik uzoq vaqt oralig'i bo'lsa, именно bergan baylashgan vaqtingiz bilan 1 oy bo'lsa momentcha to'laysiz. Faraz qilamiz $100,000 uyga $5,000 to'layapsiz. 2 oy bo'lsa 10,000, 3 yoki 15,000, 3 oy bo'lsa 20,000, 30,000 va hokazo. Qanchalik expiration date uzoqroq bo'lsa, baylashayotgan vaqtingiz uzoqroq bo'layotgan bo'lsa, shunchalik ko'proq именно pul boshida zalog berishingiz kerak bo'ladi. Ana endi bu narsalarni tushunib bo'lganligingizdan keyin именно opsionlarda juda ko'p именно instrument yana ichida bor. Bu call bor, ichida ask bor va bid bor. Put bor, uni ham ichida ask bor va bid bor. Например, hozir so'rashingiz mumkin, professional trader ham o'tirishi mumkin-da. O'zingiz professional traderman deb o'ylasangiz, afsuski adashasiz. Sababi siz bu instrumentlarni hali bera bilmaysiz. Chunki buning uchun ancha-muncha vaqt kerak bo'ladi va opit kerak bo'ladi. Bu narsalarni imini yig'ib borish uchun. Xo'p, даже TradingView kirsanglar ham prosta analiz qilish emas grafikda. TradingViewda options degan joyga kirsanglar, beta rejimi turuvdi. Hozir yangilangan bo'lsa kerak. Unda ancha qiyin. Hozir bitta kirib tushuntirib ketaman sizlarga. Qanaqa terishi, u вообще o'zi kashamash bo'lib ketadi menga. Anaroq tushuntirib o'tib ketsam, siz put call-da aksiya, eminda call-da, askada siz narx o'sishiga sotib olasiz. O'sishiga. Bidda sotish bo'ladi. Sotish deyman. Lekin faraz qilamiz, narxini turibdi. Mana bu yerdan sotasiz. Bu sotib olish emas. Narx mana ketib kelmasligini aytib berish. Bu deganligi narx bu yergacha yetib kelmasa, bir joyda o'ynab yursa, narximizda bokovoy zonada bir joyda narx o'ynab yursa, значит siz kuniga $3 dan yoki $50 dan kiritgan именно premiyangizga bog'liq bo'ladi topayotgan pulingiz. Sotib olganligingizda именно call askida narx impuls bilan o'sib berish kerak. Faraz qilamiz, mana bu joyda sotib oldim va narx oddiy aksiyada 5% o'sib bersa, bunda 55% o'sib berishi mumkin. Lekin degan joyi bor, tez narxi o'sishiga imенно pul kirityapsiz. Lekin narx bir joyda yana qotib yursa, o'sib bo'lgandan keyin narximizning foydamiz pasayishni boshlaydi. Tushunasizmi? Bu yerda aniqlik bilan kiritish kerak bo'ladi summalaringizni. Sababi juda opasniy instrumentlardan biri va juda katta foyda olib keladigan instrumentlardan biri va ko'p ko'rmagan joylaringizni ham ko'rib olishingiz mumkin bu instrument orqali. Putda ham shunaqa, bu yerda nabarot o'zi bo'ladi. Faqat mana bu yerda, например, orqamachasi tikayotgan bo'lsam, bu yerda bildi men sotib olishga mana bu zonadan pastroqqa tushib bermasligiga tikyapman. Narxim tushib bermasa, bokovikda yurib bersa, men shu yerdan foyda qilib boraman. Har hafta yoki har oy yoki har kun. Aytganligimdek, do'stlar, marketda juda ko'p instrumentlar bor.
Xudo xolisa hammasini yaxshilab tushuntirib o'tib ketaman sizlarga. Bu yerda halollik joylari ham bor, harom joylari ham bor. Sababdan instrumentni yaxshilab qarab olish kerak bo'ladi va bu instrument orqali juda ko'p ko'rmagan narsalaringizni ko'rib olishingiz mumkin. Even даже oddiy aksiyaga kiritib o'tganligingizda ham. Endi biz alternativ investitsiya bo'yicha gaplashsak, tez pul qilish xohlaydi, lekin moliyaviy erkinlik haqida o'ylab yuradigan odamlarimiz haqida. Oddiy misolda gaplashib o'tib ketamiz sizlar bilan. Hamma har xil portfel turini xohlaydi. Birinchisi income portfelga gaplashaman sizlar bilan. Ikkinchisi bu spekulyant portfel. Income portfelda o'zi farqi nimada deyishingiz mumkin. Qarasizlarmiz, biz $1000 bilan boshlaymiz ikkalovida ham. Lekin ikkalovida ham uslub boshqacha bo'ladi. Investitsiya uslubi. Income portfelda biz shu $1000 bitta dona aksiyaga kiritmaymiz. 3 xil yoki 2 xil aksiyaga kiritib boramiz. Diversifikatsiya qilishni boshlaymiz. Bitta Tesla'ni sotib oldim, 3 ta buni sotib oldim, 2 ta buni va 20% ni $200 ni atab qo'yamiz. Reinvestitsiyaga. Farqlamiz, mana aksiyam menga 20% foyda olib kelishi mumkin, bunisi 5% zarar olib kelishi mumkin, bittasi 10% foyda olib kelishi mumkin. Ana endi zarar olib kelganligini qarayman-da grafikda. Narxi teparoqda sotib olgan ekanman deyman. Pastga tushyapti. Yana pastroqda arzonroq paytdan sotib olaman deysiz va narx o'sishini kutib borasiz. Shunaqa sifatda ham targovlik qilsa bo'ladi. Endi aytganligim bo'yicha shunaqa targovlik qilamiz va bu yerda eng обязательный narsamiz har oy topayotgan pulingizdan 20 yoki 30% ni ajratishingiz kerak bo'ladi. Bu deganligi $1000 topsangiz $200 primeruda va pulingizni yechib bormaysiz qilgan foydalaringizdan. Farqlamiz har oy foyda qildingiz yoki 1 yilda marta foyda qildingiz yoki 2 oyda foyda yoki har haftada foyda qilyapsiz, hech qanday pulingizni yechib olmaysiz. Siz pulingizni naborot ko'paytirib borasiz foydalaringizni va отдельно aktivni kelayotgan foyda joyingizdan ham qanaqadir miqdorni ajratib turishingiz kerak bo'ladi. Sababi imенно bu income portfelda siz 1-2 yil tegmaysiz, pulingizni yaxshigina ko'paytirib olasiz va ancha katta miqdorda pul yaratib olishingiz mumkin bo'ladi. Endi biz spekulyant haqida gaplashsak, spekulyantda ozgina boshqacharoq tarkibda targovlik qilamiz. Biz bu yerda 80% pulimizni miqdorini bir dona aksiya sotib olamiz. Da ozgina riskovliroq bo'ladi. Buni o'zining foydali tomonlari bor. Sababi siz kichikroq pullar bilan tezroq pul qilishni xohlayapsiz va shu sababdan kattaroq miqdorda pul kiritamiz. Va 20% ni atab qo'yamiz. Bu deganligi, men bitta aksiyani analiz qildim, shu paytda sotib oldim. Eng qizig'i biz risk management degan narsani ishlatamiz. Risk managementda siz brokerga avtomatik narxi qaysi payt sotmoqchiman, qaysi paytda zararda cheklab chiqib ketishini gapirib qo'yishingiz mumkin, yozib qo'yishingiz mumkin. O'sha paytda broker avtomatik yopib beradi yoki ochib beradi. Bu deganligi, narximiz mana bu yerda turibdi, to'g'rimi? Men aksiyani pastroqga tushganini olmoqchiman. Hozir menga qiziq emas, chunki juda qimmat. Brokerga yozib qo'yaman, $100 ligida olmoqchiman deyman. Narx o'sha payt tushgandan keyin avtomatik ochiladi. Juda ham qizig'i, siz, например, o'zingiz vaqtingizni ketkazmasdan, например, bu yerda oson broker orqali targovlik qilishingiz mumkin. Bu deganligi, avtomatizatsiyaga qo'yishingiz mumkin, ishingiz chiqib qolishi mumkin, boshqa problemalaringiz bo'lishi mumkin. Shu paytda osonlik bilan zelkalar ochiladi va yopiladi. Sizni uchastengizsiz. Siz bu yerda как бы anaqa qilib o'tirmaysiz. Просто boshida siz targovlik analiz qilib olasiz, kerakli vaqtingizni, miqdoringizni ajratasiz. Ajratganligingizdan keyin shu payt sotib olinadi. Например, oddiy imенно income'da примерно haftasiga 2-4 soat vaqt ajratish kerak. Ammo spekulyantda ko'proq vaqt ajratish kerak, sababi siz ko'proq targovlik qilasiz. Tushunganingiz bo'yicha shunaqa va eng qiziq tomoni bor. Biz bu yerda zarar cheklash ham qo'ymayman. Men $95 da zarar cheklab -$5 bo'lsa ham yo'qorman deyman. No eng qizig'i imенно spekulyantda income'da unaqa bo'lmaydi. Narx pastroq tushsa, men sotib olgan bo'lsam, yana pastroqda sotib olaman deyman. Siz qachon zararda bo'lasiz, imенно aksiyada zararda chiqib ketsangiz, sotib yuborsangiz aksiyangizni. Lekin bu aksiya baribir ham o'sib boradi, o'sha paytda baribir ham imенно minusda ham, nolda ham chiqib ketishingiz mumkin. Shu sababdan zararda hech qachon chiqmaysiz imенно aksiyalarda. Spekulyant biz mana shu targovlik qilamiz. Foydani cheklash, например, narxim teparoqga chiqib bersa, men bu yerda meni foydamni yechib oldi deyman. Chunki paytda bo'ladi, ko'rolmay qolishim mumkin bo'ladi, narx pastga tushib ketishi mumkin. O'sha paytda ozgina jahlim chiqadi. Nima o'sha paytda yopmadim degan savollar bo'lishi mumkin. Shu narsa bo'lmasligi uchun biz qilib qo'yamiz. Take profit va stop loss degan narsamiz bor. $115 da men foydamni cheklab olaman degan. Bu deganligi, men bitta narsani yo'qotishga roziman, 3 ta narsaga ega bo'lishga. Oddiy misolda $5 ga rozi bo'laman, $15 topishga. Ana endi siz 2 oyda yoki 3 oyda 10 ta zelka qilsangiz, 10 tasidan 3 tasi даже o'xshasa ham, 7 tasi o'xshamasa, siz kapitalingiz hali beri zeroda yoki foydada bo'ladi, nolda yoki foydada bo'lishi mumkin. Juda ham qizig'i, shu sababdan har xil targovlik qilishingiz mumkin. Imенно spekulyantda biz oyiga 8% dan 120% gacha ham qilishimiz mumkin. Da,
qilish mumkin. Lekin risk degan narsa ham bo'ladi. Shu sababdan va eng qiziq tomoni o'sha qilgan foydangizni har oy yechib olishingiz ham mumkin. Bunda income'ga o'xshab har oy pulingiz foydangizni ham tegmasdan yana qattiqroq kiritib o'tiradigan emas. Bu yerda как бы tezroq yechib foyda qiladigan immuniy tartib bo'ladi. Xo'p do'stlar, nimaga o'zi odamlar moliyaviy erkinligiga chiqish kerak tezroq? Sababi qanaqadir pul evaziga bir joyga bog'lanib qolmaslik. Faraz qilamiz, chet elga ketmoqchisiz yoki nimadir ish qilmoqchisiz, lekin shu ishingizga yoki biznesingizga yoki mana shu pul anaqangizga bog'lanib qolyapsiz. Bu narsa realni ham sizga katta ta'sir qilishi mumkin. Ikkinchisi, pul haqida o'ylab yurasiz, pul uchun har ishga tayyor bo'lasiz. Bu deganligi oddiy misolda gapirsak, mana bu narsani qilib ber desa, masalan, pul beraman desa, qilib berasiz. Yoki pulsiz qolib ketgan paytingizda paytlar bo'ladi, podoshka безопасности qilmay qo'ygan bo'lasiz, o'sha xatoyingiz deb siz qanaqadir noto'g'ri yo'llarga kirib ketishingiz mumkin bo'ladi. Noto'g'ri yo'llar orqali foyda topishingiz ham mumkin bo'ladi. Va yana bitta qiziq joyi, vaqt taraflama, joy taraflama erkin bo'lasiz. Siz pul uchun emas, pul siz uchun ishlaydi. Juda zo'r maqola, imенно bu investorlar maqolasi. Sababi men yoshligimdan imенно investor bo'lish niyatim bo'lgan edi. Ko'pchilik odam so'rashadi, o'zi siz planingiz nima edi? O'zi nima qilmoqchi edingiz deyish mumkin. Meni planim investor bo'lish edi. Investor bo'lib, pulim o'zimga ishlashi. Men vaqtimni sarflamasdan, qanaqadir ish qilmasdan pul keltirib turadigan joy yaratish. Va shu narsaga Xudoga shukr erishdim. Va xohlagan ishingiz, xohlagan paytingizda qilishingiz. Ana endi qiziq savol, aksiya o'zi stabil daromad olib keladimi degan narsalar bor. Sizlarga sabablarini aytib ketaman. Bu real biznes, siz realniy biznesga pul kirityapsiz. Va 100 yildan ortiq isbotlangan immuniy aktiv, ko'p paytdan beri bu aktivimizda bor va diversifikatsiya degan narsamiz oson. Sizlarga oson tushuntirib ketdim. Pullaringizni bitta savatchaga emas, 4 ta 5 savatchaga qo'yib qo'yasiz. Bittasi ozgina kamayib qolsa, bittasidan topishingiz mumkin. Undan keyin eng muhim narsasi bu davlat himoyasida borsiz. Aytganligimdek, kriptovalyutasida brokerlar pullaringizni uxlatib ketishi mumkin yoki skamerlar bor. Bu yerda siz davlat himoyasida bo'lasiz va broker ham himoyasida bo'lasiz. Sababi immuniy aksiyalarda brokerlar juda ham qattiq mushishadi. Verifikatsiyalardan o'tish oson emas. Akkaunt ochganligingizdan keyin o'zini ko'p anaqa joylari bo'ladi. Zo'rot bo'lganligingizdan keyin maza qilib ishlatasiz. Hech kim siz pulingizni uxlatib keta olmaydi va sizga broker ham strafovka beradi. 500 ming dollargacha. Bu deganligi 500 ming dollargacha pul kiritsangiz, pullaringiz yo'qolib qolsa ham bu pullaringizni qaytarib beradi. Qanchalik maza desa ham bo'ladi. Va yuqori likvid bu оборот именно aksiyalarda va dividend ham beradi. Dividend bu deganligi bir xil aksiyalar bor, har oyma-oy sizga pul to'lab beradi. Например, narxi ham o'sib boradi, oyma-oy ham sizga pul to'lab beradi. Va bu juda ham qiziq narsa va juda ham katta o'sib boruvchi effektlari bor. Inflyatsiyadan ham himoya bo'lasiz, oddiy pullarga qaraganda yoki boshqa aktivlarga qaraganda. Sababi bu eng risk past aktivlardan biri. O'zi so'rashingiz mumkin, aksiyalar o'zi halolmi? Ha, albatta halol. Sektorlariga qarab. Sektor deganligida bu ish faoliyatiga qarab. Bank ish faoliyati bo'lsa harom, alkogol ishlab chiqaradiganlar harom. 3-4 ta sektorlar bor, ular harom kirmasak bo'ladi. Qolgan immuniy sektorlarga kirsak bo'ladi va aksiyalarni immuniy halol, harom, immuniy ajratib olish joylari bor. Kompaniya qanchalik qarzga kirib ketgan, qarzga juda ham kirib ketgan bo'lsa, banklardan kredit olgan bo'lishi mumkin, ribo qo'shilgan bo'lishi mumkin. Kompaniya o'zini faoliyatini o'zgartirsa, oldindan mana bunaqa kompaniya bo'lib, hozir bu kompaniyaga o'tsa, yomonroq faoliyatga o'tib qolsa, haromga o'tishi mumkin. Yoki kompaniya foyda qilayotgan immuniy pullari qanaqadir miqdori harom ko'payib ketsa, bu ham o'zi haromga kiradi. Xo'p, ana endi do'stlar, biz o'zi immuniy bu sohada kimlar qanaqa levellarga, darajalarga erishgan, bittalar gaplashsak, tanisangiz kerak bu odamni Robert Kiyosaki kambag'alati va boyoti haqida kitobni yozgan. Zo'r investorlardan biri. Bu mashhur investor va yozuvchi. Hozirgi paytda 77 yoshga to'lgan ekanlar. Moliyaviy savodxonlik bo'yicha immuniy o'qituvchilar va kitoblari 40 tilda tarjima qilingan. Hozirgi paytda boyliklari 100 milliondan oshiq, ko'chmas mulklari, aksiyalari va oltin jamg'armalari bor. Va ularning zo'r bitta gaplari bor. Aksiya bu passiv daromad yaratish mashinasi. Passiv daromad deganligi siz ishlamasdan turib, pulingiz sizga foyda olib keladigan variant degani. Kate Gill degan odamimiz bor. Bu kinoni ham ko'rsanglar bo'ladi. GameStop degan kinomiz bor. Bu GameStop afsonasi, oddiy odam va ajoyib natija qilgan. Sababi bu oddiy moliyaviy tahlilchi bo'lgan. Zo'r bitta maqol bor-da, omad juda ham katta rol o'ynaydi. Kerakli paytda, kerakli vaqtda bo'lish kerak. Может быть, siz ham realniy kerakli paytda va kerakli vaqtda bu videoni ko'rayotgan bo'lishingiz mumkin. Xo'p, immuniy Reddit'da foydalanuvchisi juda zo'r ot bilan 2019-yilda GameStop aksiyasiga ishongan va hamma pullarini shu aksiyaga kiritib borgan. 53 ming dollar pul kiritgan. Endi tasavvur qiling, lekin bu katta pul deyishingiz mumkin. Lekin o'zimizning aktivimiz bor-ku.
Telefonimiz, iPadimiz, nimadirlarimiz, boshqa narsalarimiz katta pul, lekin bu pullarni noto'g'ri foydalanmayapmiz. Telefon olib qo'yamiz, kerak emas bo'lishi mumkin. Undan ko'ra bu narsani investitsiya qilishimiz mumkin, kattaroq foyda topish mumkin. To'g'rimi? O'zimizni komfort zonaga kiritgandan ko'ra. Bu odam shu narsani xohlamagan. Даже telefon oddiy tutgan, oddiy ovqatlanib yurgan, oddiy uyda yashagan. Lekin ko'rayotganingizdek 53 ming dollar kiritib 2 yil ichida 48 million dollar foyda topgan. Endi o'ylang, bu nereal hodisa-da. Buni pullari o'zini bolalariga ham yetishi mumkin-da. Qanchalik bu katta foyda. GameStop aksiyasi 4 dollardan 480 dollarga chiqqan ekan, 900 barobar daromad qilgan. Именно bu odamni olmos qo'llar deb ataydi ko'p odamlar. Именно zo'r paytida bu kompaniyani sotib olgan va foyda именно qo'ygan bu yerda. Aytganligimdek, zo'r kompaniyalar bor, zo'r foiz o'sgan. Nvidia kompaniyasi 1200% o'sdi, Palantirlar bor, har xil SMCI kompaniyalar, bir xil kompaniyalar tushib ketyapti, bir xil kompaniyalar o'syapti. Lekin siz to'g'ri paytda to'g'ri immun aksiyaga kiritib qo'ysangiz, yaxshigina foyda qilasiz va bu narsani realni o'rganib borishingiz kerak. Xo'p, ana endi o'zim haqimda ham gapirib ketsam, o'zim kimman va qanaqa ko'tarilganman noldan. O'zi oylik ishlaganman. Pochchamni zapchast magazinlari bo'lardi. 1,5-2 million oylik ishlab yurardim 2016-yilda. 17mi, 16mi. Endi u pul men uchun normal edi. Ertalab 5 turardim va kechki payt uyga kelardim. Kam uxlardim, lekin juda ko'p ish qilardim. Va bu narsa menga real yoqmagan. Bu mana birinchi ishim va oxirgi ishim bo'lgan. Vaqtim kam bo'lgan, stabil daromadim bo'lmagan. Qachon uy, mashina olaman? Qachon xohlaganimdek yashayman degan savollar qiynaganda meni. O'sha paytdan kardinal o'zgarish bo'lgan. Men ingliz tilini o'rganishni boshladim. Undan keyin bilimimni kuchaytirishni boshladim, motivatsiya oldim va investor bo'lish niyati bo'lib qoldi menda. Va hozirgi kunda bir nuqtamda moliyaviy erkinman. Moliyaviy erkinni nimani tushunishingiz mumkin? Bu deganligi hech qanaqa pulga qarab qolmagan. Xohlagan joyga kirsam, xohlagan narxga qarab o'tirmayman, sotib olishim mumkin. Avtosalonga kiramanmi? Ovqat restoranlarga kiramanmi, kiyim-kechakga kiramanmi va hokazo. Va vaqt tomonlama, moliyaviy erkinman. Xohlasam bu ishni qilaman, xohlamasam qilmayman va xohlab turib sizlarga bu video tavsiyani yozyapman. Xohlamaganligimni qilmasdim va ko'p payt xohlamasdan kelganman. Endi bu video chiqyapti, xohish bo'lganligi uchun. Va joy tanlamayman. Xohlagan joyimda yashashim mumkin, xohlagan joyda turishim mumkin va bilgan ishimni qilib yurishim mumkin. Bu degani moliyaviy savodxonlik va moliyaviy erkin degan odam. Xo'p, pensiyaga chiqqanman o'zi yoshimdan va vaqt tomonlama erkinman. Ikkita passiv biznesim bor, uy biznesim va startap bizneslarim bor menda. Xo'p, ana endi zo'r qiziq savol. Aksiya orqali qanaqa qilib 3-5 yilda moliyaviy erkinlikka chiqish mumkin degan bo'lishingiz mumkin. Men sizlarga o'zimni strategiyalarimni ko'rsatib ketaman va qanaqa foyda qilish mumkinligini. Birinchi do'stlar, o'zim men qancha foyda qilganligim bo'yicha gaplashsak, 2022-yilda bu portfelimni ko'rsataman. 2022-yilda boshlagan portfelimni 5 ming dollar bilan boshlaganman va 5 ming dollarni 2023ga yechib olganman va 8 ming dollarni 23-yil kiritganman. Va o'sha paytdan beri aylanayotgan pullarim, mana ko'rsanglar bo'ladi. Mana 23 kichkina summa bo'lgan, 8 ming уже ketdi. 50 ming, 100 ming va 226 ming dollargacha portfelim chiqqan 25-yilgacha va eng qiziq savol aytishingiz mumkin. Aksiyani narxi o'sib borganmi? Siz mana shu yerda pul kiritib borgan bo'lsangiz-chi, aldayotgan bo'lsangiz-chi, bizani deyishingiz mumkin. Men sizga endi realniy faktlar bilan gapirib o'tib ketaman. Mana 2022-yilda kiritgan miqdor summam 5 ming dollar bilan kiritganman va mana bu yerda bu videoni ko'rayotgan bo'lsanglar 5 ming dollar pulimni yechib olganman va 8 ming dollar kiritib уже boshlaganman foydali qilishni. Ko'ryapsizlar necha foizda qilganman. Уже 24-yilga bu pul уже 126 mingga aylangan. Oxirida 226 ming dollarda pullarimni yechib olganman 2025-yil aprelda va hozirgi kun 100 dollar bu imенно portfelimda qolyapti. Boshqa portfellarim ham bor. Imенно bu portfelimni sizlarga motivatsiya qilib ko'rsatib beraman, sizlar ko'rishingiz uchun. Endi qaysi aksiyalardan qancha foyda qilganman, necha pul kiritganman, nima bo'lganman, hammasini bitta ko'rib olsangiz bo'ladi. Bu yerda bizda mana Himsen Hertz 90 ming dollar, Bitcoindan ham foyda qilganman. MicroStrategy degan bitta kompaniyamiz bor, Tesla bor, Sofi, Nvidia ham bor. Endi so'rashingiz mumkin, mana kompaniya Himsen Hertzdan 91 mingcha foyda qilibsiz. Men bulardan kamroq. Bitta zo'r narsani aytaman sizlarga. Bu yerda qilgan foizim emas, qilgan foyda miqdor, pulim.
Bu yerdan примерно 115% foyda qilganman. 76 ming dollarlar tiqib, 91 ming dollar foyda qilganman. Aniqroq ko'rib olishingiz mumkin. Lekin mana bu yerda MicroStrategy degan kompaniya bor. Men bu yerda 3 ming dollar kirib 22 ming dollar qilganman. Men imенно portfelim o'sishiga imенно shu ticker imенно aksiyalar Tesla'lar juda katta foyda bergan menga. Boshida Nvidia'lar, Sofi'lar, Supermicro kompaniyalar juda ko'p foyda bergan. Meni imенно portfelim o'sib olishi uchun. Undan keyin ozgina qo'rqmasdan kattaroq miqdorda pul kiritib, kattaroq pulimni yechib olganman, birga bir qilib. Xo'p do'stlar, o'zi masalaga nimaga bu videoni olyapman va nimaga razbor qilib chiqdim? Forex, kriptovalyutani va boshqa imенно narsalarni sababi ko'pchiligi nojoiz imенно kirish nuqtasidan va juda ko'p skamlar bo'lgan, juda ko'p problemalar bo'lgan. Nimaga men sizlarga o'zi aksiyalar haqida gapirib o'tib ketyapman? Aksiyalarda imенно orqali bitta men boymaganman, juda ko'p odam boygan. Imенно bu aktiv orqali, bu passiv daromad, bu deganligi siz faqat passiv daromaddan foyda qilgansiz, boshqa narsa emas. Siz bu mishleniyangizni o'zgartirasiz. Aksiyalarga kirib borganligingizdan keyin siz investorga o'xshab o'ylashni boshlaysiz. Pullaringizni to'g'ri sarflash, to'g'ri yo'l tuzish, to'g'ri yo'l xaritasini o'zingiz uchun tuzish. Bu juda katta muhim narsalardan biri bo'ladi. Kelajagingizga to'g'ri planlar qo'yishni boshlaysiz, plan yurishni boshlaysiz va kelajakda qilmoqchi bo'lgan narsalarga osonroq erishasiz. Xo'p do'stlar, siz bu sohani o'rganmoqchi bo'lsangiz, 1 soatlik videolar yetmasligi mumkin. Sababi siz pulingiz bo'lishi mumkin, lekin pullaringizni oson yo'qotib qo'yishingiz mumkin yoki prosta bir joyda narxi qotib yurishi mumkin aksiyalar. Sababi masalaga yetib o'tib ketdim, bir xil aksiyalar bor, zo'r o'sib borgan. Shu aksiyalarni realniy saralab olishni bilish kerak. Bir xil aksiyalar bor, tushib borgan. Lekin meni portfelimda bunday narsani ko'rmayotgan bo'lishingiz mumkin. Sababi nimaga? Men to'g'ri analiz qilib, to'g'ri aksiyalarga kirib borganman. Do'stlar, ana endi shunaqa aksiyalarni to'g'ri saralab olish uchun, pul yo'qotmaslik uchun, pul bir joyda muzlab turmaslik uchun va qanaqa qilib imенно moliyaviy erkinlikka tezroq chiqish uchun spetsial bitta dastur yaratganman. Ichida o'zimni tajribalarimni kiritganman, nima xatolar qilganman, shu narsani siz qaytarmasligingiz uchun va chet davlatdagi tanishlarim bilan birga imенно shu yerga tajribalarimni shu dasturga jamlaganman. Bu dasturimning oti moliyaviy erkinlik formulasi dasturi. 2 oylik bo'ladi. To'laqonli investitsiya o'rganish, uzoq va qisqa muddatli strategiyalar orqali pul topish, investitsiya olib o'sha pullarni trade qilish yoki aksiyalar texnik va fundamental tahlillarni yaxshilab o'rganish. Ushbu dasturda do'stlar 7 haftalik darslik bo'ladi, 4 ta jonli efirlar, 20 ta darslik bo'ladi, 1 yoki 4 soatlik. Bu deganligi bir xillarga o'xshab 40 ta 50 dars qilmayman, 2-3 sekund yoki 5 minut 10 minutlik. Sababi siz bir xillarni o'tkazib olishingiz mumkin. Men bu narsani xohlamayman. Har bitta narsani bittalab singib olish kerak siz miyangizga. Shu uchun ozgina kamroq dars, lekin miqdori ko'proq bo'ladi. Bonus darslar bo'ladi va sovg'alar bo'ladi imini ichida. Dastur qanaqa tarzda o'tadi? Offline yoki onlayn formatda bo'ladi. Dastur to'liq amaliyot va tajribalardan tashkil topgan. Bu deganligi har bir darsdan so'ng siz uyga vazifalaringiz tekshirib boriladi va har hafta shaxsan o'zim bilan birgalikda Zoom bo'ladi. Zoomda har xil problemalaringiz bo'lishi mumkin va shu narsalarni bittalab ko'rib chiqamiz. Xo'p do'stlar, ana endi bizda 6 ta modulimiz bor. Bu modullar o'zi boshqalarning dasturiga o'xshamaydi. Sababi sizlarni tezroq rezultatga olib chiqmoqchiman. Mavzularni gaplashib o'tsak, birinchi modulimizni tezkor boshlash. Instrumentlarning turlarini bilib olamiz. IPO'lar, aksiyalar, dividendli aksiyalar bor, penny stockslarimiz bor. Undan keyin juda ko'p aktivlar bor. Hammasini bittalab bilib o'tib ketamiz va brokerlardan verifikatsiyadan o'tib olib, brokerda o'zi birinchi modulda o'zi targovlar qilishni boshlaymiz. Sababi ko'pchilik xato qilishdan qo'rqadi. Bu narsani men bilaman. Spesialistlarni ko'proq xato qildirtiraman. Chunki sizlar bu xatolar orqali kelajakda minus qo'ymasligingiz uchun xatolarni bittalab обработка qilishni boshlaymiz. Bu narsani men обязательно qilaman. Bilsanglar, men o'z ozgina yevropeyskiy odamman. Bizani o'zbeklarda andisha degan narsa bor. Любой joyda ozgina cho'chiymiz yoki uyalamiz so'rashdan yoki qo'rqamiz. Menda bu narsa yo'q. Sababi nimaga bilasizmi? Kattaroq odamlar orasida o'tirganligimda ahmoqona bu savollar bo'lsa ham beraman. Sababi kelajakda savolim bermaganligimda 100 ming dollar yo'qotishim mumkin edi. Yoki vaqtimni yo'qotganligim afzalroq. 100 soat vaqtdan ko'ra 5 soat vaqtimni va hokazo. Bundan keyin ilovalar bilan ishlashni o'rganamiz. TradingView degan ilovamiz bor, Yahoo Finance degan ilovalarimiz bor. U yerda siz grafik analizlarni o'rganishni boshlaysiz. Imенно grafiklarda qanaqa yuryapti, qanaqa ketyapti va fundamental analizlarni ham ozgina o'rganishni boshlaysiz. Imенно kompaniyaning ichki hisobotlarini. Birinchi modul tugatganligingizdan keyin siz aksiyalarni to'liq tushunib olasiz. Depozit ochishni, o'zi targovlar qilishni boshlaysiz, real savdo qilishni boshlaysiz. Qaysi ilovalar kerak va qaysi ilovalarda ishlashni o'rganib olasiz. Ikkinchi modul bo'yicha gaplashsak, portfel va strategiyalar tuzish. Investorlar turini o'rganib ketasiz. Boshida aytganligimiz spekulyant va income portfellar bor, har xil turlari bor. Imini investor turlari ham bor. Shu joylarni ham bittalab o'rganib o'tib ketamiz. Qanaqa investor bo'lganligi sizga ko'proq tushishi mumkin.
uzoq muddat spekulyant bo'lishi mumkin va hokazo portfel saralash tartibini o'rganib olamiz. Svechalarda analiz qilish, texnik analizlar va boshqa narsalarni bitalab ichida ko'rib olamiz. Bu modul natijasida siz o'z rejangizga qarab targovlik qilishni boshlaysiz, tahlilni qilishni tushunasiz, aksariyat to'laqonli bitimlarni ochishni boshlaysiz va texnik va fundamental analiz bo'yicha baza bo'ladi sizda. 3-modulimizda biz risk management degan narsani o'rganamiz. Bu xavfni chegaralash joyimiz bo'ladi. Hisobotlar bilan targovlik qilishni boshlaymiz, planlab targovlik bo'ladi. Bu deganligi sizga imенно Excel yoki boshqa planlar tuzib beraman, daftarlaringizda bo'lishi mumkin. Bu yozuvchi usullar bilan yurishingiz kerak bo'ladi. O'zi hayotda ham bilsangiz yozuvchi usul bilan yurishimiz kerak bo'ladi. Imенно investitsiyada ham yurishingiz kerak bo'ladi. Chunki bu sizning kelajagingiz. Onasini yemsan boshqa variant yo'q. Xo'p, diversifikatsiyalarni o'rganib olasiz, Google Sheetlarni va hokazo psixologiyagacha polностью o'rganib olamiz. Plan tizimlarini ham. Ketdi. Bu modul natijasida siz risk portfelini boshqarishni o'rganasiz. Reja tartibi Excelda bo'ladi. O'zingiz ishtirokingizsiz foyda qilish va zararni cheklashni o'rganasiz. 4-modulda eng qiziq modullardan biri bu fundamental tahlil. Fundamental tahlil juda ham muhim narsalardan biri bo'ladi. Sababi aksiyalarda kompaniyalarni real analiz qilishingiz kerak bo'ladi. Grafikda yoki yangiliklarda juda chiroyli ko'rinishi mumkin. Bu kompaniya o'syapti deb ko'rsatishadi, lekin ichki tahlilda ko'rsangiz bu kompaniya qarzda bo'lishi mumkin yoki hisobotlari juda ham past bo'lishi mumkin. Shu sababdan yaxshilab bilib olishingiz mumkin, qaysi paytda kirib, qaysi paytda chiqib ketishi. Bu yerda imенно mana shu narsalarni o'rganamiz. Imенно hisobotlarni yaxshilab o'qib olishni. Bu yerda ko'rib chiqsangiz bo'ladi, qaysi narsalarni hisob bosib. Endi modul natijasini gaplashsak, to'laqonli ichki hisobotni o'rganib olasiz va yangiliklarni o'qishni и обязательно kompaniyani solishtirish tartibi. Endi hozir o'qib chiqqan bo'lsangiz, qiyin tuyulishi mumkin, ingliz tilida yozilgan, bu narsani bilaman, lekin sizlarga osonroq tilda chiroyli qilib tushuntirib o'tib ketaman. 5-modulda bu realniy investitsiya. Biz portfel tuzish qismiga o'tamiz. Har bitta odam bilan bittalab men konsultatsiya qilaman. Qaysi odamga qaysi immuniy yo'nalish to'g'ri keladi va kelajakda planlarni tuzib chiqamiz. Faraz qilamiz, bu yerda faqat immuniy aksiya yo'nalishi yoki investitsiya yo'nalishi bo'lmaydi, psixologiya yo'nalishi ham bo'ladi. Chunki ozgina psixologman men. Shu sababdan sizlarga kerak bloklaringiz bo'lishi mumkin. Biznesmen bo'lsangiz, qanday blokingiz bo'lishi mumkin, yangi nuqtaga chiqa olmayotgan bo'lishingiz mumkin. Shu bloklarni ochishga harakat qilamiz. Sababi o'zbekistonlik tadbirkorlarda juda ham ko'p bloklar bor. Bu bloklarni yechishga harakat qilish kerak bo'ladi. Tadbirkorlar bo'lishi mumkin, biznesmen, davlat ishchilari bo'lishi mumkin. Люба odamlarga immuniy bloklarni ochishga harakat qilib, yangi hayot mazmunini yaratib boramiz. Bu yerda tushunishingiz uchun bu yerda полностью moliyaviy savodxonlik, kapital boshqarish, psixologiyalar kirib boradi. Sababi bu sferada psixologiya kerak bo'ladi. Ko'pchilik paytda odamlar qo'rquvda zelkalarni yopib yuborishi mumkin. Bu narsa kuchli psixologiyaga bog'liq bo'ladi. Ozgina psixologiyani ham bitta refresh qilib olamiz, yengilab olamiz sizlar bilan birgalikda. Bu muhim narsalardan biri bo'ladi. Xo'p, bu modul natijasi investitsiya prop-shot olish. Esimdan chiqib qolibdi, prop-shot degan narsa bor. Bu investitsion kompaniyalar bo'ladi. Siz aktiv trade qilib yurgan bo'lsangiz, imtihonlarni o'tib, realni ko'rsatib bera olishingiz mumkin bo'ladi. Imенно bu kompaniyalarga bular sizga investitsiya miqdorini berishadi. $50,000 yoki $100,000. Bu pullarni 10% ni qilsangiz ham $50,000 $5,000 bo'ladi. Kichkina summangizdan buncha bilinmaydi, ammo katta summa bilan bilinadi yaxshigina va 70-30 tarkibida ishlaysiz. 30% investorga, 70% foyda sizga. $4,000 foydangiz bo'lishi mumkin. Bu narsalarni ham imенно o'tish imtihonlarini ham ko'rsatib o'tib ketaman sizlarga va yordam berib ketaman. Moliyaviy savodxonlik bo'yicha konsultatsiyalar bo'ladi. Uzoq muddatli portfel tuzishni ko'rsatib ketaman, tezroq pensiyaga chiqish uchun. Aksiyalar bo'yicha trade qilishni ham o'rganib olamiz. Bu juda muhim narsalardan biri. Tezroq foyda qilib, tezroq chiqib ketish immuniy foyda bilan birgalikda. 6-modulimizda bu finalniy mavzulardan biri. Bu yerda imtihon o'zim lichni olib boraman sizlardan. Qanaqa o'zi o'rgandinglar, nima narsalarni o'rgandinglar, qanaqa problemalar bo'ldi. Sababi bu darsda oddiy darslarga o'xshab keldinglar ketdi bo'lmaydi. Ozgina suvinglarni siqaman. Sizlarning suvinglarni men siqmasam boshqa odam siqmaydi. Bu sizlarning kelajaginglar. Men qanaqadir miqdorda sizlarga sababchi bo'lib qolishni xohlayman. Kelajakda realniy zo'r investor yoki realniy zo'r immuniy biznesmen bo'lib ketishinglarga. Va shu narsani xohlayman. Bilsanglar juda zo'r pitchlar bor. Qanchalik ko'p odamlarga bersang, shunchalik ko'p senga qaytib keladi degan narsa bor. Pul berish mumkin yoki bilim berish mumkin. Va shu narsani yaxshigina tushundim bu hayotda. Bu narsani xursandchilik bilan berishni xohlayman. Chunki bir xil odamlar bor, faqat pul uchun yoki faqat nimadir uchun bu narsani berishadi. Men sizlarga realniy o'zimdan xohlab, men sizlarga bu videoni yozyapman. Shu sababdan do'stlar, ko'rayotganingiz uchun rahmat. Like bosinglar, bu kanalga podpiska ham bosib qo'yinglar. Endi полностью ko'rib o'tib ketdik. Imtihonlarni, bu to'liq texnik analizini ham o'rgatib o'tib ketaman. Bu modul natijasida komandaga qo'shilish imkoniyati bor.
texnik analiz A dan B gacha bo'ladi va hammasini o'rganib olasiz. Yana nimalarga ega bo'lasiz? Kursni muvaffaqiyatli tugatganligingizdan keyin bizani investor hamjamiyatimizga bepul qo'shilishingiz mumkin bo'ladi. O'qishdan so'ng sizlar bilan birgalikda poddershkada bo'laman. Har qanday savolinglar bo'lishi mumkin. Imенно bizning kuratorlarimiz sizlarga yordam berishga harakat qilishadi. O'qish paytida va o'qishdan keyin sizlar bilan birgalikda networking qilishga harakat qilaman. Offlayndagilar ham, onlayndagilar ham. Aytganligimdek o'zim bizneslarim bor. Uy bizneslarim. Bu biznesda o'zi qanaqa? Men kollejlarga beraman. Toshkent City joylashgan meni uylarim. Boulevard, Garden Residence va Nesfonda. Примерно 30 uyga chiqib qoldik. Men sizlarga video razborni ham tashlab o'tib ketaman. Bizneslarimni bu sizlarga ham qiziq bo'lishi mumkin. Va yutib olgan odamlarga, yaxshi saralab olgan odamlarimni birgalikda qanaqadir yig'ilish bo'ladi, networking qilib, uyda qolib, birgalikda Toshkent Cityda maza qilib, dam olib, gaplashib, dildan suhbatlashishimiz mumkin bo'ladi. Va qo'shimcha spikerlar ham kelishi boshlaydi. Havas fin direktori keladi. Undan keyin sheriklarim keladi. Startap birgalikda yaratgan akam kelishlari mumkin. Undan keyin hedge fond menejerlari kelishi mumkin. Sizlarga ancha-muncha qiziq dars bo'ladi. Xo'p, ana endi do'stlar, tariflar bo'yicha gaplashsak, bizda 3 ta tarifimiz bor. Do'stlar, standart kimlarga to'g'ri kelishi mumkin? Aksariyatdan xabari bor bo'lishi mumkin va o'zim o'rganib olishim mumkin deb o'ylaydigan odamlarga to'g'ri kelishi mumkin. Premiumni odamlar o'zi tushunmaydi, aksariyat noldan bo'lgan bo'lishi mumkin va bu narsada realni ko'tarib bormoqchiman, ustoz bilan ishlamoqchiman degan odamlarga to'g'ri keladi. Offline tarkibimizda ham bor. Offline'da 8 ta modul, 18 darsimiz bo'ladi va VIP tarifi o'quvchilar uchun umumiy guruh bo'ladi va o'zim обязательно o'zim nazoratimda bo'lasizlar, sababi o'zim dars o'taman sizlarga va обязательно o'zim bilan birgalikda sizlar bilan razbor qilishni boshlaymiz har bitta odamni. Va barcha onlayn darslarga sizlar uchun ham 4 oylik dostuplar bo'ladi. Dars tugatganingizdan keyin ham maza qilib video darslarni boshqatdan ko'rishingiz mumkin bo'ladi va prop shot va aksiyalar trade qilish полностью o'rgatiladi imенно bu modullarda. Xo'p, do'stlar, bizdan joylar soni cheklangan. Offline'ga 20 ta olamiz, onlaynga 50 ta olamiz. Lekin bizda oldingi videolarimizdan ko'rib kursga yozilishgan odamlar bor. O'shaning uchun 10 ta joy band qilingan deyapman. Sababi men reklamaga hech qayerga bermaganman, faqat video darsliklarimda aytib ketganman. Что bizda kurs momentda bor, bu narsani o'qishingiz mumkin deb. 2-3 ta video yozib qo'yganmiz. Shu videolarimizda hozir klientlar kelgan. 10 ta joy offline'dan ham, onlayndan ham band qilingan. Xo'p, ana endi hozir joy band qilsangiz, men sizga endi bonus qilib tashlab beraman. Xarakteringiz va moliyaviy holatingizga qarab portfel tuzish imенно video darslik bo'ladi. Undan keyin signal kanalga bir oyga a'zo bo'lishingiz mumkin. O'zimni kirmoqchi bo'lgan akslarimni, rejalarimni tushuntirib o'tib ketaman. Passiv bizneslarimni razborini bittalab videoda ko'rsatib ketaman. Do'stlar, joylaringiz band qilganligingizdan keyin sizlarga imенно ommaga berilmagan bonuslarni beraman. Bizning menejerlar bittalab sizlarga aloqaga chiqib, gaplashib, tushuntirib berishadi. Aytganligim bo'yicha kursga qabul faqat YouTube'da imенно videolarimda bor, lekin hali hech qayerda e'lon bermaganman. Agar 3 kun ichida joyingiz band qilsangiz, maxsus chegirmalarga ega bo'lasiz. Kursga qo'shilish uchun yaxshigina imkoniyat bo'ladi sizga. Ana endi kursga joy band qilish uchun pastdagi havolaga o'tasiz. Menejerlarimizning raqamlarigacha qoldirib o'tganmiz. Hammasini to'ldirib chiqsangiz, bonuslarga ham ega bo'lasiz. Ana endi do'stlar, sizlar bilan moliyaviy erkinlik formulasi degan kursimda ko'rishguncha. Do'stlar, sizlarga menejerlarimiz aloqaga chiqishadi, o'tkazib yubormasangiz bo'ldi. Moliyaviy erkinlik formulasi kursimda ko'rishguncha sizlar bilan.